Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana bugungi navbatdagi darvozamiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu darvozalarimizni high-tech uslubidagi yangi darvozamiz 2 qavatli bo'ladi. Materiallarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, stoykalarimiz 10 ga 10 profildan bo'ldi. Taglari, tepalari 10 ga 5 profildan bo'ldi. Taglari shivillir bo'ldi. Har doimgidek 10 lik shivillir. Mana bu joylarga nerjinkalar qo'yib berganmiz. Mana sadolarimiz ko'rinib turibdi. O'rtalariga chaspaklargacha qo'yib berdik. Mana joylari ikkilik listdan bo'ladi. Bu nerjinkaning tagida ham list bor. Ikkinchi qavati. Dastalarini ko'rishlaringiz mumkin. Tepa qismga holatlariga bunday holatlarda bo'ldi mana. Zamoklarimiz har doimgidek zubir zamokdan. Mana yopiqlarga baho berib qo'yiladi. Juda ajoyib holatda. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Kalitlariga ham baho berib qo'yaverasizlar. Orqa tomondan mana ko'rib turganingizdek tekis holatda, ideal holatda bo'ladi. Oshiq-moshiqlarni 3 tadan qo'yib berdik. Mana bu joylari sentr zamokdan bo'ladi. Bitta qo'lda bemalol, bexijolat ochib yopishlaringiz mumkin. Bitta qo'lda mana yopildi, xudo xolasa. Bu darvozamizni razmerlari eniga 5 10 ga bo'ldi, balandligi 370 ga bo'ldi. Kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan 1.300.000 so'mgacha o'rnatib berilaveradi. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.